Xo'sh, yana bir bor assalomu alaykum, assalomu alaykum. Nasib bo'lsa, bugun Faton Jizzax avtosalonida mehmondamiz. Bugungi obzorimizda salonni bosh direktor, ya'ni Jahon akamiz o'zi bilan xudo xolasa qilamiz. Jahon aka, assalomu alaykum. Aka, qanday bo'ldi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamadingizmi? Nima qilamiz bugun akam? Shundan gapiring. Bugun aka Faton modellarimizda yangilik bo'lgan. O'shani ko'rsatamiz. Keyin mana bu o'tgan safargi videolarda ham ko'rsatib o'tgandik. Ular u mashinalarimiz mijozlarimizga ketdi. Yana yangi partiyasini olib qo'ydik. O'sha Faton Aumark modeliga 28 metrli o'rnatilgan vishkamiz. Aha. Har qanaqa bizneslar uchun, tijorat uchun boyagi Salba, vishkat, bo'yashkat, nimagacha istasa. Avtovishkamiz eng oxirgi texnologiyada qo'yilgan, Xitoy brendida. Aka bu samasvalimiz. Bu nechta tonnali, necha kubali? Qaysi? Samasval turkubalik. Samasval turkuba. Adashmasam bo'yatganingizda 6 kubali ham bo'ladi. Buni 6 kubalik. 6 kubali ham bor, turkubali ham bor akalar. Vishka siz, vishka bundaqa. Arkada krantasimiz ham bor akalar, uni ham xudo xolasa ko'rsatamiz. Aka bu izotermik kuzovli. Aha. Faton brendidagi shu Aumark modelini aka 15 xildan ortiq texnikasi bor. Spes texnikalar, boyagi kuzovli mana bu xolodilniy refrigeratorlari bor aka, har xillari bor. Vodovoz, benzovoz, hamma narsa. Assenzator hammasi bor. Bu necha metrlikda Jahon aka? Aka 520 ga 220 ga 220 da 24 kubalik. 24 kubalik xudo xolasa. Bunga aka agar agregat o'rnatsa, bemalol xolodilniy qilib ishlatsa bo'ladi. Voy, mazza bo'lar ekan. O'shasi mazza. Xo'sh, qaranglar, bo'yatganimizdek benzovoz, vodovozga ishladasizmi? Mana bunaqa izotermik deysizmi? Gruzovoylimi yoki vishkalimi farqi yo'q, hammasidan bor. Xolasalar ham mana kichkina Faton trekmetlar ham bor. Bu kichkina Faton trekmetimiz aka zavodskoy aka metallический kuzovda. Metallический kuzovda. Buni yonlarida ham eshik bor. 3 ta eshikli bu. Mana ichlari aka buni. Hali rejikalari yangi shunga ekan. Ichlari aka. Ichlari Alikafon bilan nega chiroyli qilishibdan chiqdi? Alikafon emas bu aka, bu ko'rinish alikafon, bu temirli lekin. Temirlimi bu? Ha, bu temirli ko'z. Temirli. Temirli ko'z. Ana sizga, lekin yaxshi turibdi. Jahonaga nima bo'lyapti uni narxi? Buni narxi aka 260 million. Shu turishi, ha? Shu turishi. Bemalol 3,5 tonnagacha yuk oladi. 3,5 tonnaga yuk oladi. C kategoriya shart emas, B kategoriya bilan ham haydaveradi buni ham. Gaylaga momosh xudo xolasa. ABS, konditsioner, gidrolik rul hammasi bor. Zo'r. Bulardan ko'rsatganmiz. Bularda qo'sh balonli, xolasangiz yakka balonli farqi yo'q. Aka endi aka bitta narsa, buni bitta bonusi bor. Buni agar xarid qilgan, shu holatda xarid qilgan mijozlarimizga 2 ta gaz balonni bonus qilib qo'yib beramiz. Gaz balon o'rnatib berishdi ekan. Yo'q, o'rnatib berish emas, gaz balon 100% tekin. Usta haqi emas aka. Hozir gaz balon bilan qo'yiladimi, nima bo'ladi? Gaz baloni bilan beramiz. Gaz baloni bilan beriladi. Bonusda shunday. Bo'ldi. Bonusiga akalar gaz balon bilan bo'ladi. Farqi yo'qmi tretment qanaqasini olishdan qat'iy nazar? Yo'q, именно shu model. Именно shu modelga. Zavodskoy metallический kuzovli tretment olsa, buni gazi bilan beramiz. Bo'ldi, xudo xolasa. Bular narxiga bitta aytib keting. Aka, buni narxi 468 million. Uni narxi aka samasvalimiz 485, vishkamiz, avtovishkamiz 1 milliard 300 million. Yashang, 1 milliard 300 million so'm. Jahon aka, boya yo'lda keldim, sizga video tashladimku boya. Odamlar mana uni so'rayapti bizdan. Voy, akalarim, mana buni hozirgina o'zim Zaribdordan reklamadan keldim. O'shanda qaytishimda mana shu mashinada keldim men. Egalaridan so'radimki, shofyordan, aka, sidqidildan ayting, nima bo'lyapti desam, Jahon aka salondan men topolmadim dedi. Shu yerda turuvdi, bormadingizmi desam, endi bordim, topolmadim deyishdi. Eqqa bordim, 7 oyda, 8 oyda chiqarib Toshkentga bordim deyishdi. Endi men minib ko'rdim, egalaridan so'radim. Aka, sidqidildan o'zingiz ayting o'shani fikringizni, nima deysiz? Men internetga chiqarmayman, shunchaki o'zingizdan so'rab olyapman. Odamlarga o'shaga qarab men maqtayman desam, akam aytdiki, ukajon, olganimda qanchadir yurgan ekan, 40 ming, 50 ming yurgan ekan, o'zim undan keyin 8 oy ichida 100 ming yurg'izdim dedi. Faqat almashlayotgan bo'lsa, moya bilan kalotkasi almashlayman. Ukajon, mashinaga gap yo'q ekan deyishdi. Chunki aka, bu mashinamiz Faton brendida VIS2 modelimiz. 12+1 13 mestali bo'ladi. Bu aka 100% Mitsubishi yaponskiy motor bilan jihozlangan. Motor obyomi 2 tur 2 turli. 2 turli bu. 2 turligi ham bor. 2 turligi ham bor. 2 turligi ham bor. Yashang, ranglardan tanlov bormi? Ranglar bor aka, oq, qora, sariq. To'lov shartlari anaqa nimasi ular naqdda bor. Naqdda bor. Ular Jahon aka rosa qidirdik aka. Aka buni rasrochkasi ham bor. Yashang. Rasrochkasiga ham qilib beriladi. Qarang, boya akalarim pitakka kelib to'xtadim.
to'rtta o'sha pitakda bitta liniya qatlayotgan to'rttasida bir xil moshin shunaqa. Aytdim, aka dedim, xohlasangiz o'ting, bittasi turibdi naqdda. Agar yana zakaz qilsangiz ular yana olib keltiradi desam, o'qishon o'tamasam videosini ko'raman, qo'y, men videosini обязательно ko'raman deyishdi. Aka mana bemalol videosini ko'rib olsa. Narxi qancha hozir buni? 449 million 120 ming so'm. Aha. Agar рассрочкаga olaman deysiz. Agar naqd to'lov yokida boshqa to'lov turini qilaman deysiz, skidkalari ham bor. Kelishamiz. Ha, bor. Ana gaz pas o'rnatib berish? Yo'q, gaz o'rnatib berishdi, aka u mijoz to'lov qiladi unga. Ha, adila to'lov. Xo'sh, turishiga hangama ketyapti. Bo'ldi. Buni bonusi o'sha aka o'zimizga gap, o'sha vada manziliga yetib olganicha yoqilg'isini qo'yib beraman. Farqi yo'q, qayerda turishidan qatnashadi. Qayerda turishni o'zim. Propiskasi qayerda bo'lsa o'sha qancha? Shu yergacha yoqilg'isini qo'yib beraman. Propiska qayerda bo'lsa o'shagacha. Nechta mestali dedingiz? Aka 12+1 bu 13 talik. 13 talik bo'laveradi. Ketdik endi xolos. Endi nima ko'rsatamiz? Aka yuring, Faton brendida mana aka bu yerdan boramiz. Aha. Xo'p, bitta pauza qilamiz, qolganini davom ettiramiz. Xo'sh, davom etamiz akalar. Endi sizga xudo xolasa Fatonni mana bunaqa nima dedingiz boya? Isuzuga konkurent dedingizmi? Aka 10 tonnali Isuzuga konkurent. Aha. Nima model bu aka? Fatonda Auman D degan model. Nima? Auman D. Auman D. To'g'ri aytdimi? Voydod, bular Aumark chiqarishda endi Auman D ga o'tdi, xudo xolasa. Yashang. Xo'p, aka buni nima bo'ladi? Aka bu Mercedes bilan совместно ishlangan. Aha. Germaniya bilan. Motor aka Kamin motor. 360 ta ot kuchi aka. Apparat emas, injektorli. Aha. Salarkada injektorli motor. Aka buni mijozlarga tushuntirib o'taylik. Aka mana baki sig'imi 200 litrdan ziyod. Adbulusi bor aka, ikkalagisi toza. Aha. Yevropaga bemalol chiqsa bo'ladi. Mana shu salarkada yuradigan ana mijozlarimiz bo'lsa, motor aka 6 silindrli bo'ladi aka. Turbinasi. 6 silindrli bo'ladi. Aka buni ramasini qarang aka, e'tibor bering, mana bu ramasiga kamerani yaqinroq olib kelsangiz, mana bu 2 qavat boshdan oxirigacha. Aha, boshdan oxiriga shunaqa. Ha. Buni aka faqat misol furgon qilib emas, buni ham xohlagan spets texnika, masalan, musoravoz, asinizator, krantas, manipulyator, 10 tonnalilarni qidirib yurgan mijozlarimiz bor. Aslida bilsangiz, Fab brendida 11 ga 10 tonnaligi tushmaydi. Aha. Lekin bularga bemalol tushadi manipulyator 10 tonnalik. Aka qalin deganlari ko'rindimi? Fokus chekib beramiz mana. Aka ramning uzunligi aka 610 bo'ladi. 610. Bunga aka agar furgon qilaman degan mijozlarimiz bo'lsa, bemalol 50 kubali metallический kuzov o'rnatsak bo'ladi. 50 kubagacha bo'ladi. 50 kubali. Yashang. Xo'p, mana bu yerda ko'ryapman aka, bu stopnilarmi, nima bu? Yo'q, bu aka bu prinsip tortadigani bu. Aha. O'zida. Ha. Shu svetini stoplarni ulaydigan. Ulaydigani. Xudo xolasa birato'la eg'ini ham hisob kitobini ham zavod chiqarishgan. Ha, zavodskiy o'zida kelgan. Aka ballonlarning razmeri aka 22 lik bo'ladi. Nimasiga boradi? Ballonlarning razmeri 22 lik bo'ladi. Xo'p, Jahon aka, hozir shundan buni salonlarni ham ko'rsating agar iloj bo'lsa. Ha, bo'ldi akajon, mana ochyapman eshigini. Xo'p, bu bitdan kelsangiz, hanasiga ishlar. O'zingiz chiqib olavermaymi bemalol? Chiqib olamiz aka. Ana sizga salonini so'raganlarga akalar birato'la salondan nasib bo'lsa video. Xo'p, bu ham ana uni Jahon aka stilari amortizatorlari bor. Ha, aka bunda ham padushlari bor, sidinkasida. Aha. Pneumalari bor, sidinkada aka 2 xil 3 xil pozitsiyasi bor. Mana sidinasini. Xohlagan razmeriga qo'yadi. Mana men o'z oyog'im yerdan uzildi. O'zlariga xohlagan mos qilib, behijolat. Yashang. Xo'p, xarakteristikasi qanaqa aka buni yana? Arqani ko'ryapman, spalnichasi bor, xudo xolasa. Shunday aka, spalnilari bor aka, 8 talik korobkasi. Korobka ham avijni o'zida. Yashang, skorrichakni ham необычный qilishibdi. Manejni avijni o'zida mebelni qilib chiqargan aka, konditsioner bor. ABS, o'sha havoli kompressorli ABS, buni tormozlar aka, gornisi обязательно bor, retardasi yo'q lekin. Yashang, ha. Lekin mana bu cruise controllar qo'yishgan. Cruise controllari bor. Eng muhimi bularga. Shunday aka, cruise controllari bor. Bu kattaligi aka, mana kabinkasini bemalol spannisida yotib ketsa bo'ladi. Behijolat. Behijolat aka. Hamma narsasi, lekin yaxshi ishlashdi, balandligi ham ancha baland ekan aka. Balandligi ham baland. Hozir men u sidinkani ko'tardim o'zi. Aha. Sidinkani men ko'tardim, o'zi tushirsangiz, yana ham tushadi, pastga tushadi. Bu bitta ko'rsangiz ligirovkalari bor. Ligirovkalari bor. Mana. Bu bitta ligirovkalari bor, o'zini shu havoli aka. Bu sidinkasini bu ligirovka qiladi, mana buni ko'tarib oldilarni. Yashang. Oynalari hammasi aka elektropaket hammasi elektronli bo'ladi aka. Shunday aka. Zo'r Jahon aka. Aka, bakovoy oynalarni qizdirishi ham bor aka. Bakovoylar, ana yo'q.
muzlab qoladigan vaqtlar rosa jonga tegadi. Labo ham qizdiradi. Labo ham qiziydi. Labo ham qiziydi. Aka, bu Ana, balandligini qarang. aka bo'lsa konkret bo'lsin bo'pti-da. Ha, shunday. aka. Ana o'sha Mercedes aytganingizdek aka zo'r chiqadi. Narxi qancha o'shanga? Narxi aka 650 million. Shu turish, ha? Shu turish. Shu turish 650 million. Shunday 650 million. 650 million. Bularga gaz pozitsiyasiga qilsa bo'ladimi? Bo'ladi, bemalol. Muammosi yo'q, xudo xolasa. Aka o'zimiz qilib beramiz garantiyada. Garantiyada bo'ladi, xudo xolasa. Qilib beramiz aka. Gaz ham akalar ustunovkasini iloji bor. Nima qilamiz? Manipulyator ko'rsatamizmi? Manipulyatorni mayli aka ko'rsatamiz. Kecha videoda ham ko'rsatdik. Aha. Yana tushuntirib beramiz agar. Ko'rsataylik baribir. Manipulyatorni ko'rsatmasak bo'lmaydi baribir. Manipulyatorimiz bor, akalar kimga qiziq bo'lsa, uni ham ko'rsatamiz. Omon. Akajon, mana bugun servisimizda bo'ladigan ishlardan Faton brendimizda Miller modelimizni bilasiz. Bu xalqimiz ham biladi aka, hammaga manzur kelgan, yoqqan brendimizda shu modelimiz. Aka, bular kuzovlarimiz aka baravariga 6 ta kuzovimiz hozir tayyor bo'ldi. Faton modeliga. O'z egalariga topshirishga tayyorlanib turibmiz. Agar qanaqadir mijozlarimizga kuzov xizmati kerak bo'lsa, servis xizmati kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsa bo'ladi. Qiziq emas, qanaqa model? Yo'q, qiziq emas. Masalan, bizdan mashinani xarid qilishlari ham shart emas. Qolgan boshqa, masalan, Samarqanddan dilerimizdan olganmi, Xorazmdagi dilerimizdan olishganmi? Qanaqa mashina qiziq emas? Qanaqa mashina olgan qiziq emas. Ana siz konkurent bizga unaqa demaysiz. Yo'q, aka. Buyurtma berishsa, aka, xohlagan tijorat bizneslari uchun buyurtma bersa, xohlagan kuzovlarni buyurtmalariga qarab yasab beramiz. Ya'ni ishiga, sifatiga javob. Javob beramiz. Xudo xolasa tekshirib olishadi. Javob beramiz. Aka, mana kuzovlarimiz ham tayyor bo'lib qaranglar. Kuzovlar bu tarafdan kelmaymiz, bu tarafdan boramiz. Chunki qilinganda minusga qaratib boramiz. Qaranglar. Mana ichlari. Bu ham salkam tayyor. Bu ana bilasizlar, laboda 3 talik bo'lardi-ku mana. Aka, bu neobishniy eshik-ku? 2 talik ekan. 2 talik, ha, 2 talik. Aha, bu aslida bittalik bo'lardi. Bittalik bo'ladi. Endi mijozimiz bu Namanganlik akamiz shunaqa xohladilar o'zlariga. Ha, klient qanaqa olsa qilib beramiz, muammosi yo'q. Shunday. Bo'ldi. Mana bunda bularda eshik ham yo'q-ku. Bularda eshik ham yo'q, orqani o'zi. Faqat orqani o'zida eshik. Xo'p, qaranglar, ishlari buni pena bo'ladi. Yana bu. Penoplast bo'ladi. Penoplast bo'ladi. Ana qizildan bo'ladi. Ana shundan bo'ladi. Keyin penoplastdan keyin aka mana shu ustiga apshipka qilinadi, xudo xolasa. Germetikalar bilan yonlari yopiladi aka. Germetika bilan yonlari yopiladi. Ana qilib. Ancha chiroyli qilishgan, mana stillari ham bir xil bo'lib turibdi. Xudo xolasa ishlarning sifatiga javob. Oldingi videolarda ko'rgan bo'lsangiz, agar siz yangi bo'layotgan bo'lsa kanalimizda oldingi videolarga o'tib ko'rsangiz, agar mol tashiyman, boshlansa qilaman desalar, akalar mana bu yerga. Bunaqa kuzovimiz ham bor aka, Buxorolik mijozimizga mana. Aha, unaqadan bor hali. Mana Mana karkas bo'ladi, bu ana asosda yasab oladi. Mana Buxorolik mijozimizniki aka bu. Mana. Mana. O'tgan safar ham ko'rsatuvdi akalar, mana bu yerga kiyiladi, taxta qo'yapti. Misol uchun, qo'y qo'zi tashishga deysizmi yoki boshqa deysizmi? Ana katta mol tashiyman desangiz ham aka mana bu yerga stoykasiga boltga qilib bexijolat tortib bo'ylab qo'yish uchun ham bexijolat qilish. Endi bu aka bu karkazimizni aka aytib o'tsam, shu Faton Millerimizni xudo xolasa akamiz sayohatga chiqaman debdilar. Shu akamiz uchun tayyorlanyapti. Domik bo'ladi bu. Bu ana o'zimizda birinchisi bo'ladi mana. Birinchisi bo'ladi. Birinchisi akalar domik bo'ladi, ya'ni mashinada uy. Mashinada uy bo'ladi. Chet el kinolarda ko'rgansiz, o'sha narsa o'zimizda bo'ladi. Shuni karkasga tayyorlanadigan kuzov. Birinchi bo'lib bizda. Birinchi bo'lib bizda. Egasini ketkazib yuboramiz tayyor bo'lganda. Shu yerda hammasini qilib, keyin topshiramiz aka. Xudo xolasa aka. Xo'p, qaranglar, o'sha gap kuzov xizmati kerak bo'lsa, gaz ustomka qilish xizmati kerak bo'lsa, servis nima bo'lsa qiziq emas. Aktalardan olishlaringiz ham emas, qolganini o'zlari kelishadi. Xuddi shunday bonuslarimiz ham o'zini kuchida. Benzin quyib berish, agar uzoqdan kelsa yotog'i, agar Jizzax somsasi ham bor. Xudo xolasa bor. Bitta yaxshi akalar chiroyligina o'zinlari bor. Kutib qolamiz aka. Jahon akam nomerlarini pastda qoldiraman. Bexijolat kelaverasizlar. Manzil Jizzax shahar, Buyuk Turon ko'chasi bo'ladi. Ya'ni xalq tilida aytganda 8 yo'li. Sidvani perekadkasidan burilgandan keyin chap tarafda yonimizda bu tarafda Marat Zokirov akademik litsey bor. Qaranglar bunaqa narsa. Hozir yo'llar remont bo'lyapti. To'g'ri sal aylan-shaylan mumkin. Telegramdan yozsalar lakas tashlab berishadi. Ukajon, men yo'lga chiqdim, boryapman deb telefon qiling, lakas tashlab berishadi. Muammosi yo'q. Bo'ldimi? Akalar qolmadimi? Bo'ldi aka. O'shaga kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying, video tanishmaslarga jo'natib qo'yinglar, xudo xolasa. Qarang, bir minut, bitta gap esimga tushib qoldi. Qayerdan bu klientlar? Boyibdan Namangandan dedingiz. Ya'ni qayerdan? Aka, bu kuzovimiz Buxoroga ketadi. Buxoroga. Buxoro. Aha. Bu o'zimiz Jizzaxga. Bu Samarqand, Urgut aka. Hozir endi yasaladigan Urgut. Bu aka Xorazm aka. Xorazm. Bu Namangan. Namanganga. Qanday sizga qolyapti aka shunchasi?
Endi aka zakaz olganimizdan keyin mijozlarimiz bilan har soatda gaplashib turamiz aka. Nima bo'lyapti, ishlama jarayonida ko'rsat, videoga tashlab ber. Shunday aka. O'sha gap akalar kelaverasiz xudo xolasa. Sizni Jizzax Patronov salonida kutamiz.